Boshlang'ich 22 ming dollar bilan shu xonadonning egasi bo'lishingiz mumkin. Akalar, chiroylikini remontdan chiqarib qo'yilgan, yangi remontdan hali hech kim yashamagan xonadonga ijarachi qo'ysiz, har oy 400 dollar daromad olib keladigan sharoitdagi xonadonimizda bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Kirib keluvchi eshigimizga kirganimiz bizdan uzun yo'li qismi kutib oladi. Chap tomondan ko'radigan bo'lsak, bizning zal qismimizda shunaqangi yaxshi katta o'lchamda remontlarga e'tibor berasiz. Tashqariga qaragan ikkita oynalari bor. Yorug' bo'ladi. Zalimizdan o'zining navisnoy balkon qismi ham bor. Joylashgan lokatsiyamiz ham zo'rda akalar. Balkonimizdan shunaqa chiroylikini qilib reshotkalardan qilib qo'yilgan. Pastimizda mana kutubxonamiz bor. Meros to'yxona, 3-bekat metro, Golden Life, Moshi bozor hamma top lokatsiyada joylashgan bo'ladi. Juda ham qulay, yosh oila uchun juda ham zo'r variant hisoblanadi. Kirganimizni o'ng tomondan ko'radigan bo'lsangiz, sanuzelimiz samishonniy holatda bo'ladi. Chiroylikini kafelardan yopishtirib qo'yilgan va ro'parasida oshxona qismimiz, ya'ni ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismi hamma sharoitlari qilingan. Ko'rasizlar, chiroylikini qilib mebellar yasatib qo'yilgan. Bu yoqda mana bitta gaz plita o'rnatib yuboradigan bo'lsangiz, teshib turib, tagiga kir moshina tiqsangiz bo'ladi. Xohlasangiz pech qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqdan ko'rishimiz mumkin, idishda yuvish uchun sharoitlari qilingan. Bu yoqda mana xolodilnikning joyi, o'zingiz xohishingizga qarab turib, shu yerga stol qo'yadigan bo'lsangiz, ertalabdan choy ichib ketishga sharoit bo'ladi. Kotel, to'quvchi deganlari, shochkalari hamma sharoitlari qilingan. Akalar, xonadonimizning narxi 54.900 dollar, boshlang'ich 22 ming dollar bilan ipoteka asosida sotib olsangiz bo'ladi va eng oxirgi xonani ko'rishimiz mumkin. Videoni boshlagan xonamizni zal qismimiz bo'ladi. Tashqariga qaragan oynalari bezapaslik bo'lish uchun reshotkalargacha qo'yib qo'yilgan. Akalar, joylashgan joy Sergeli tumani 6A, ya'ni top lokatsiyalardan. Tegimizda avtobusdan konechkalarigacha bor. Yonimizda bozorcha, maktab, bog'cha, hamma sharoit bor. Diski plashatka, mashina qo'yish uchun parkovkalardan muammo yo'q. Qiziqqani bo'lsa, pastda telefon qoldiraman, tez telefon qilamiz. 4900 dollar, 22 ming bilan ipoteka asosida ham sotib olsangiz bo'ladi.